Fojia. Yuragi bo'shlar bu videoni ko'rmasin afsuski, 20 nafar fuqaro tiriklayin yonib ketdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda hamda jahonda sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz davomida bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Hindistonning Rajasthan shtatida Jaysalmer Jodhpur yo'lida yo'lovchi avtobusi yonib ketib, kamida 20 kishi halok bo'ldi. Yo'lga chiqqanidan ko'p o'tmay orqa qismida tutun chiqqan va bir necha daqiqa ichida butun avtobusni olov qamrab olgan. Yo'lovchilar tez tarqalgan, yong'indan chiqib ulgura olmagan, ayniqsa orqa o'rindiqlardagi shaxslar. Tergovchilar hodisaga avtobusning konditsioner tizimidagi qisqa tutashuv sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. Rajasthan bosh vaziri marhumlar oilalariga ta'ziya bildirdi va avtobuslar xavfsizligini tekshirish bo'yicha maxsus komissiya tuzishni buyurdi, deyilgan xabarda.